Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sihat klinik va vrach stomatolog Nuriddin va Muxlisaxon. Bilasizmi, sizga obunachilarimiz tomonidan juda ham qiziqarli savollar berilgan. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun obunachilarimiz savollariga to'liq va yetarlicha javob berishga harakat qilaman. Marhamat. Rahmat. Savolimizni juda ham ommaviy va qiziqarli savoldan boshlaymiz. Tishni tish cho'pi yoki maxsus ip bilan tozalaganda tishga qanchalik zararli bo'ladi? Tish cho'pi yoki tish ipi, ya'ni flosslar bu qo'shimcha tozalash vositalariga kiradi. Bular bilan ehtiyotkorlik bilan foydalanilsa, milkka zarar yetkazilmasa, foydalansa bo'ladi. Keyingi savolimiz, chet el kinosida ko'pincha nonushtadan keyin yuvishadi tishni. Shunga mutaxassisdan so'ragan ma'qul. Nonushtadan oldinmi yoki keyin yuvgan yaxshimi? Nonushtadan so'ng yuvgan ma'qul, chunki uzoq va agar nonushtadan oldin yuvilsa, uzoq vaqt yuvilmay qoladi. Shu bo'yi kechki payt ovqatdan so'ng yuviladi. Shuni hisobini olib, nonushtadan so'ng yuvish yaxshi deb hisoblaymiz. Demak, nonushtadan keyin yuvsa, vaqt qisqaroq bo'ladi. Ha. Keyingi savolimiz bu homiladorlarga juda ham qiziqarli bo'ladi. Homiladorlik paytida ko'p muolaja mumkin emas. Aynan tish davolashi qaysi oyda qilinishi ma'qulroq bo'ladi? Homiladorlikni birinchi 3 oyligi va 9-oyda iloji boricha shikoyat bo'lmasa davolatmagan ma'qul. Qolgan oylarda ham faqat ginekolog maslahati bilan hamkorlikda davolatsa bo'ladi. Va yana shunga qo'shimcha qilmoqchi edim, bo'lajak onalarimiz turmushga chiqishga turmush qurish arafasida turgan qizlar tibbiy ko'riklardan o'tib, ginekolog, stomatolog, qo'shimcha terapevt ko'riklardan o'tib, muolajalar olib keyin homilador bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi, shikoyatlar yo'q yoki kamroq bo'ladi. Xo'p, javobingiz uchun rahmat. Keyingi qiziqarli savolimiz, mana hayot tarzimizda zararli mahsulotlarni ko'p iste'mol qilamiz. Tish uchun zararli mahsulotlarga qaysilar kiradi? Tish uchun zararli mahsulotlar bular yumshoq, rangli ichimliklar, bularga shirinliklar, fast-foodlar, energetiklar, gazli suvlar, zararli odatlardan chekish, spirtli ichimliklar iste'mol qilishni zararli deb hisoblayman. Nafaqat tishga, balki butun organizmimizga zararli. Albatta. Endi foydali narsalarga keladigan bo'lsak, iloji boricha qattiq narsalarni, suvalar, suxariklar, sabzavot, mevalarni butunligicha yuvilgan holda iste'mol qilinsa, tish mustahkamligi uchun juda foydali bo'ladi va mexanik tozalov ham yaxshi bo'ladi. Yoshim hozir 21da, tishlarim sezuvchanligi o'ta ham yuqori. Shu nima sababdan bo'ladi? Oldini qanday olsa bo'ladi? Bu sezuvchanlik asosan milklar yallig'lanishidan va tishlaringizda karies boshlanayotganidan darak beradi. Siz buni oldini olish uchun shikoyatlar boshlanib sizda 1 yilda 2 marta stomatolog ko'rigidan o'tib, professional gigiyena degan narsa bor bizda. Shu gigiyenani qildirib, karieslar boshlangan bo'lsa, shu karies holatida davolatib olsangiz, nervlar olinmaydi. Juda ham yaxshi bo'ladi. Bizda aksariyat holatlarda asoratlar bilan keladi, karies bilan kam holatda keladi. Endi nervni olib tashlang. Nervni olib tashlang yoki butunlay tishni olib tashlang. Bu juda ham zarar. Nimaga? Tish shu nerv bilan oziqlanadi, qon orqali oziqlanadi. Bu narsa to'xtatilsa, shikoyat yo'qoladi xolos. Lekin bitta tish yo'qoladi. Bitta zanjir uziladi-da. Keyin qarama-qarshi tish o'sishni boshlaydi. Tish soldirasiz, lekin o'zingizni tishingizga yetmaydi. Bir dona bo'lsa ham tishni saqlab qolgan yaxshi. Bergan to'liq va qiziqarli javoblaringiz uchun rahmat. Bu obunachilarimizga juda ham foydali bo'ldi. Sizlar bilan vrach stomatolog Nuriddin va Muxlisaxon bo'ldilar. Savollar uchun rahmat. Yana tish muammolari bo'yicha savollar bo'lsa, marhamat, kommentariyaga yozishingiz mumkin. Javob berishdan faqat mamnun bo'laman. Barchangizga salomatlik tilab qolamiz. Sizlar bilan Sihat klinik.